Koreyada ishlab yurgan paytimiz bizga Isroilli kompaniyada kelishgan. Bizga aytishdiki, odamni qarab turib 10 minutdan keyin yoki 1 soatdan keyin nima qilishini topib berasizlar degan savol qo'yildi. Lekin aytmoqchi bo'layotganim bu 2017-yilda bo'layotgan ish. Demak, ancha oldin bo'lgan. Bu narsa, siz aytgandek boya uzoq muddatdan ular data yig'ayotgan bo'lgan ma'lumotli. Biz sizlarga video kamera bor, ana o'sha dronlar hamma narsani nazorat qiladi. Masalan, ularni avvaldan keyin nima qilishini topib beringlar. Nima qilishi mumkinligi? Nima qilish mumkinligi. Masalan, bu holatda nima muammo desangiz, bu yerdagi muammo keyingi holatda aniq topish qiyin u narsani. Hozir ham topa olmaymiz, unaqa data yo'q. Lekin siz aytadiku, buni Xudo biladi, faqat inson o'zi 2 soniyadan keyin nima qilishi mumkinligi. Muammo nimada desangiz, ularga bu qiziq emas. Ularga taxmin bo'lsa, masalan, o'sha 1000 tadan bittasi bo'lishi mumkin bo'lsa ham, 1000 ta odam yo'q qolsa ham, haligi bittasi yo'q bo'lsa bo'ldi. Sizga Isroildan aynan mana shu taklif kelgan. Bizning kompaniyaga, endi men Koreya kompaniyasida yagona AI injener bo'lganman. Ya'ni kompaniyada masalan 10 kishi, 15 kishi bo'ladi, lekin AI injener bitta bo'ladi. AI injener sifatida siz boshqa dasturchilarni boshqarasiz, ishlarni berasiz. Ana o'sha paytda men ular bilan ishlaganman. Ishlagan paytda bu narsani olganmiz. Olgandan keyin loyihani u kompaniya qaytib ketdi Koreyadan Isroilga. Men keyin kompaniyadan bo'shadim ishdan. Shu bilan loyiha to'xtadi. Bu loyiha davom etgani yo'q. Lekin aytmoqchi bo'layotganim bu 2017-yilda bo'layotgan ish. Demak, bu ancha oldin bo'lgan. Bu narsa, siz aytgandek boya uzoq muddatdan ular data yig'ayotgan bo'lgan.